Mana uladim shnurlarini. Hepsini uladim. Shnurlarni ulab endi mohinani orqaga yurgizaman. Mana u iladi, Buni iladi. Onu tagiga bemalol sig'aman. Men mashinani bemalol o'tib yuraman. Mana u kirib ketadi u yoqqa. Mana undan jichi o'tib turibdimi, mana ruchkasi. Hozir ulagandan keyin yana bir ko'rinsa ko'rsataman. Qisqasi mana shu. Ulab bo'lgandan keyin u oyoqlarini ko'taramiz. Orqasiga rushnoy to'rimizni qo'yib yuboramiz. Shunaqa mana ulayapman xullas. Bu ham bitta obzorcha bo'ladi-da. Kichkinacha. Mana bunday qilib mashinani yurgizamiz. Buni bunday qilib turib, zajgani yongandan keyin to'rimizni ushlab turib bitta bosib qo'ysak yuradi. Bilmaganlarga bildirgi. Bunday qilamizda, rushnoyni qo'yib yuboramizda. Keyin bokovoydan ko'rsataymi yo orqadan ko'rsataymi? Endi oldiga jitcha qilib ko'ramiz, tortib ko'ramiz. Ana tortilmayapti. Mashinamiz ulandi. Endi o yog'ini borib qilamiz endi. Mana ulangandan keyin mashinani qadadik, uladik. Endi degandan keyin oyog'ini ko'taramiz. Mana oyog'ini ko'targandan keyin menga endi ilib qo'yamiz. Ilindi. Ilmoqqa endi borib to'rimizni qo'yib yuboramiz. Mana ulangan svetlari yonyapti. Buni to'rimiz bo'ladi. To'rimizni qo'yib yuboramiz. Endi mashinamiz yuraveradi. Bemalol qayerga sudrasak ketaveradi. Xudo xolasa. Mana shu bo'ldi. Mana hozir transportniy положениеga qo'y deyapti. Mana u transportniy положениеga qo'yib qo'ydi. Bitta bosib qo'yib yuborsak o'zi transportniy положениеga qo'ydi. Hali o'tgan safargi videoda aytgandim, mo'lardi. Shunaqa xullas. Endi просто bitta yurib ko'ramiz. Просто ana просто yurib ko'rdik. Qiziqishga. Qanaqa ekan bu mashina deb. Ana bo'ldi. Endi sementni yopib qo'yaveramiz endi. Sementni ham bir yo'l yopib qo'yaylikmi? Mana oldin mana malatoyda turibdimi? Shuni uni bosib mana damga, karavot deyishadi ko'pchilik, damga qo'yamiz. Endi okeyni bosamiz. Voditel 1 deyapti. Birinchi haydovchi deyapti. Ikkinchi yo'q o'zi bizda-yu.
Mana bu birinchi haydovchi, mana bu ikkinchi haydovchi. Mana birinchi voditelni o'key qilib ezamiz. Nachala deyapti. Mana konets deyapti. Germaniya deyapti. Bo'ldi. Ana sahroyit bo'ldi. Bunday qilib qo'ysak, mana qancha turganimizni 10 minut turgan ekanmiz. Mana 8 soat 50 minutdan keyin 9 soat dam olgan bo'lamiz, keyin yursak bo'laveradi. Keyin mana 4 soat 30 minut yursang bo'laveradi deyapti. Smenni yopdik biz. Bo'ldi endi pishdi. Endi mashinani o'chiramiz. Ana. Bo'ldi, bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Endi xolodilnikni yoqish kerak endi. Xolodilnikni yoqib, bugungi darsimizni ochiq deb, ochilganida yopiq deb e'lon qilamiz. Mana rollar rosa torda. Xolodilniklarimiz yangi. Mastavaga bular mastavaga. Uni sabzini bambalukka qo'yaman. Bambalukni endi ichkaridan ocha olmayman, tashqaridan ochaman. Buni ko'tarsa ko'tariladi, uni ko'tarsa ko'tariladi. Bunday qilib turib ko'tarsa ko'tariladi. Men sumkam bor. Shunaqa gaplar. Mana hozir men prashka qilgan edim, ko'rsataman. Kechagi dam olgan kunim mana qilib pirashka qilganman. Zo'r bo'lib chiqqan, pishgan. Mana u yangi edi taxtakach qilib ishlatib yubordim. Bu anaqa yozadigan. Bunday qilib rolga qo'yib turib, shopirlar yozadi deb hozir rolni qishib qo'yib qo'ydim. Asnaqa xullas. Taxtakach bu men uchun. Shu boshqa nima ham deyman. Buni hozir bambalikka qo'yaman, pastdan naryoqdan ochib. Shu bo'ldi endi mana shu. Aynalarni yopamiz. Bu o'zi yopilardi. Pultlarni menga bunday qilib yopishtirib qo'yamiz, turaveradi. Atsepkamiz tugadi. Bugungi darsimiz tugadi mana. Haligi joyni ko'rsatib qo'yay. Mana ilingan bo'lsa, mana o'sha yerlardan qanchalik anaqa chiqib turgan edi uni sopi. Buni kirib ilingan. Xullas prinsip ilindi qisqasi. Shu mana tentlari yangi, prinsip yangi mana. Manaqalarini qadab chiqdim men. Mana qadab ilib chiqdim mana. Mana bunday qilib ilinadi. Mana bunday qilsa ilinadi mana. Bunday qiladi-da, bunday qilib o'tkazib turib, bunday qilib qo'yadi, ilinadi mana. Chiqib ketmaydi boshqa. Ana shamolda ham lippillab mana bo'lib varvaray bo'lib yurmaydi-da. Ana. Shunaqa gaplar. Bolalar endi osh qilishyapti. Terilib turishini qaranglar. Bu mashinalarni. Parkovkamizni liniyalarimiz. Mana shu liniyaga qo'yamiz-da. Bunday qilib rasmga tushsam ham bo'laveradi ekan men. Bunday qilib deb olsam, mana rasm yo'q. Qani mashinaning nomeri qani? Mana bunday qilib turib, mana rasm yo'q.
ko'rganlar bu kinoga tushyapti deb o'ylaydi. Men rasmga olyapman o'zimni. Mana. Bo'ldi. Shunaqa gaplar.